G'ayra g'ayradan badam Orom jonimsan mani Eydi seni nima qilay nima qilsam og'rimaysan 28 29 30 tashinglar Yo'q-ku, yo'q. keling opa keling assalom Yo'ldan qochiyman. qani joy baklashka ketdik aha qani Suv olaman deb shu yiqilib ketsalar, men ko'zim bog'liq-ku. Men qanday bo'lib qutqara olmasdim-da, tushunyapsizmi? ana Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xullas kayfiyatlar a'lo darajadami? Bugun meni qahramonlarim qanaqa shartlarni bajaradi deb yana o'ylayotgandirsiz. Bugun mana shu ko'rib turgan ortimdagi suvga 20 daqiqa kirib turish kerak bo'ladi. Birinchi shartda agar mabodo mana shunaqa shart tushsa ularga. Lekin undan boshqa ham shartlarimiz bor va bizni kuzatishda davom etasiz degan umiddaman. Darvoqe bitta yangilikni aytish esimdan chiqmasin. Agar sizni to'yingiz, bazimingiz, kuyov navkar, kelin navkarlar va undan tashqari ishxona bilan, kollektiv bilan qanaqadir bir dam olishlarda faqat ovqat yeb xatm qilib o'tirish yoqtirmasangiz, mana bizni taklif qilasiz. Ko'rsatuvimizni ham joyida syomka qilamiz, ham shartlar bor, ajoyib bir-biridan, ham sizning qanaqadir bir yiqqan kollektivingiz yoki to'y bazmlaringiz ajoyib tarzda o'tishi mumkin. Xullas, mana shunaqa yangiliklar bilan men qahramonlarni chaqiraman. Bugun Diyor va Nafas. Yo'q, Diyorning nafasi emas, Nafas alohida. Aha, yaxshimisiz? Kayfiyatlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Diyorbek, ishlar, kayfiyatlar zo'rmi? A'lo darajada hammasi. Demak, Nafas sumkangizni bering. Ichidan agar biz kutmagan narsa chiqsa, siz birinchi 300 ming so'mni yutib olishingiz mumkin. Diyor, kovlaymizmi? Kovlab ko'rish kerak. Nima dedingiz? Keyin kovlayman, o'zim kovlab ko'raman. Yaxshisi o'g'il bolalarga uyat bo'ladi. Kovlab ko'rish kerak deb qo'yay. Qo'lingizdan qanaqa ish keladi? Ya'ni kiprik bilan shamol qila olasizmi yo tufik bilan yomg'ir yog'dira olasiz? Quloq bilan savdolasha olasiz? Qaysi biri? Hammasini qilamiz. Yo'q. Bu qizimiz ismini Nafas deysizmi? Ha, Nafas. Nafas podдержка berib tursa, hammasini qilib yuboramiz. Demak, Nafas sizni qo'lingizdan qanaqa ishlar keladi? Raqs tushasiz? Tushaman, raqsga ham tushaman. Mana shu yerga cho'milib bera olasizmi? Yo'q, bu tomonni qila olmaymiz. Bu yoqqa beramiz, bu yoq kishimga beramiz, bu yoq shart. Bo'ldi, unaqada va savolim javobsiz qoldi. Qanaqa? Masalan, raqs tusha olasiz, qo'shiq ayta olasiz. Qo'shiq aytib bersam yaxshi. Raqs lekin uncha tusha olmasam kerak. Qo'shiq ayta olasizmi? Hozir aytaymi sizlar? Siz ham tayyor turing. Ovozingiz kelishmasa ham mabodoga aytasizmi? Ketdik. Ayol kishi so'rasa endi yo'q desam g'alati bo'lib qolsa kerak endi. Sizlarning hurmatinglar bor. Mayli. Yorib tashlang qani. G'ayra g'ayradan badam Orom jonimsan mani G'ayra g'ayradan badam Shirin zabonimsan mani Canonga bordim bir kecha Gul bosib astagina Canon yotur noz uyquda Chertdim sekin astagina Oh, ana, qoyil. Va endi Harakat qilaman. Eydi seni nima qilay nima qilsam og'rimaysan Eydi seni nima qilay nima qilsam yig'lamaysan kafta tutay gulga uray nima qilsam og'rimaysan tiling bo'lsa aytgin axir
Ketaylik bu osmonlarga. Bozori yo'q, odami yo'q, bozori yo'q tomonlarga. Yashang. Bugun bizni odamlarimiz, ya'ni qahramonlarimiz o'tayam iqtidorli va iste'dodli odamchalar. Yaxshi odamlarga uchradingiz. Yaxshi odamlarga uchradim. O'ylaymanki 900 ming so'mni ham mana shunday iqtidorlari bilan olib ketadi. Biz ko'rsatuvni birinchi shartini boshladik. Demak, birinchi shartni e'lon qilaman. Tayyorsiz? Tayyorman. Taxminan qanaqa shart tushadi deb o'ylayapsiz? Taxminan shu fizически menimcha shartlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'ylayapsiz. Sizchi? Raqs deb o'ylayman. Raqs deb o'ylayapsiz va ikkalalaringiz ham adashdinglar. Qalamni tumshug'ingizga ushlab turgan holatda joyingizda 30 marta aylanasiz. Hop. 30 marta aylanasiz va adashmasdan turib bir urinishda bakalashkaga solasiz qalam. Ha, qo'lsiz. Aha. Buni 5 marta takrorlaysiz. Atigi 3 martasi o'xshasa siz pulni yutib olasiz. 3 marta o'xshash kerak. Aynan shu. 5 martadan 3 martasi o'xshasa ham 300 ming so'm sizniki. Qo'lingizdan keladi sizni. Bugun qizlar yutish kerak, chunki o'g'il bola emas. O'tgan safar G'iyosbek yutib ketgan edi. O'tgan safargi qahramonimiz va sizga ham ishonamiz. Qani ko'ramiz duxingizni. Duximni berdim sizlarga. Yo'q, hali. Darrov berib qo'ymasdan. Singlimni hurmati bor, o'zlari boshlab beradilar bo'lmasa. Ikkalalaringiz ham teng bir vaqt teng boshlaymiz. Teng boshlaysizlar va ikkalalaringiz qatnashasizlar. Demak, boshladik. Ketdik, tayyorsizlar? 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tashinglar. Yo'q-ku. Yo'q. Tashlamadılar. Va ikkinchi urinish. Boshlaymiz. Baklashga yo'q qoldi. Boshlaymiz. Qani? To'xta. Ketdik. Yana qo'yamiz. Nafas tezroq aylanamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ketdik. Ketdi. Voh ana! Yaxshi. 2ga 1 nafasda 2 va diyorda 1. Ketdik. Yana boshlayapti. 3 marta. Nafas yutarga. Boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 nafas tezroq 29 30 Qani. Bo'lmadi. Afsus. Uchinchi harakatda ikkalasi ham bo'lmadi. Hozircha nafas oldinda 2ga 1. Demak, 4-harakat, 4-imkoniyat. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ketdik, boshladik. Vaqti. Hozircha endi demak 3ta g'alaba. 3-2. 3-2. 5-chi urinishda harakat qilib ko'ramizmi? Pishdik lekin. Pishdingiz, ha? Bo'ldi. Birinchi shartda Lekin hozir mashq qiz o'g'il bola bo'lganida, men 100% ga qaytib qilardim. 5 marta, 10 marta bo'lsa ham. Chunki qiz bola bo'lgani uchun ayol kishi baribir Mayli. O'zgandan keyin shunday gaplashib ko'radi. urushga kelgan qahramonlar ko'paygan ekan. Ismingiz Nafasmidi? Nafas. Shunaqa. Ismimda yor tanishganman. Sizga xursand emasman. Demak, yoshingiz nechida? 20.
Siznikichi? 25. O, tanishgandan ikkalasi ham xursand. Uylanmagansizlar. Siz ham uylanmagansiz? Erga tegmang. Ha, erga tegmagansiz. Yaxshi. Demak, biz birinchi shartda nafasni g'olib deb topdik. Va nafasni plastik kartasi bormi? Tushgani bilinadimi sizga? Mana Tushdi. o'yinimiz haqiqiy. O'yinimiz haqiqiy. Haqiqiy. Pulni joyida sanab beradigan odatim bor. So'ragan lekin, yo'q joydan. Yo'q, joyda 300 ming so'mli bo'ldi. Yoqdimi birinchi shartimi? Yoqdi, yoqdi. Sizgachi? Men 10 bola Yaxshi, g'ashmasak bo'ldi yerda. noodatiy, ajoyib, Aha. chiroyli. Ko'zlaringiz bog'liq ikkinchi shartda. Aha. Tasavvur qiling. Oyoq o'rtangiz ham hatto. Nima? Oyoqlaringizni o'rtasi ham, bitta qo'lingiz ham hamma joyga shart qilib tashlayman. Oyog'ingiz o'rtasiga, qo'lingiz o'rtasiga shart qilaman, ko'zingizni bog'layman. Faqat bir dona qo'lingiz bo'sh qoladi. Faqat bir dona qo'lingiz bo'sh qoladi. Idishda suv tashib, bakalashkani kim birinchi to'ldirsa, pul shuniki. Ana shu 0.5 bakalashkani suv bilan to'ldirib berasiz. Oyog'ingiz yura olmaysiz. Qo'lingiz shar turibdi. Bitta qo'lingiz bilan faqat suv tashish uchun Suvni buyog'dan olamiz, Ha, ha, Bitta qo'l bilan Aha. to'ldiramiz. Ha. Keling. Zo'r o'ynab beraman. Opa, keling. Assalom. Lekin bu Yorasiz, ha? Bu qizni ham qarang, duxti qarang ko'tarilib Yorsam ketdi. kerak. Nasib yorsam bo'lsin. kerak. Biz tayyormiz. Qani Yoraylik, boshladik. yorilmaylik. Qahramonlarimiz tayyor, boshladik. Nafas oldinroqda. Diyor shoshiling. Qani Diyor, odam shoshiling. odam yo'qmi? Tushib ketyapti. Yo'q. Yo'q-a? Orqaga. Ketdik, qaytdik. Baklashga qani. Aha. Yaqinlashib qoldimmi? Yo'q, hali bor. Qani Diyor, tezroq bo'ling, Diyor. Qani. Hali bor. Yo'q. To'g'ri keling. Qo'ying. Qani, bakarashgan toping endi. Baklashga. Tezroq. Stakanim. Yi tushib ketdi. To'g'ri kelyapmanmi? To'g'rimi? Qirg'amaslik uchun. Hop. Bizni yomon qiynadingiz. O'zi mana Alfiya kampir bor-ku. Yana turg'izdim mana. Qani? Qayoqda? To'g'rida-ya? Aha. Ko'rinmayapti. Bilinmayapti. To'g'rimi? Ketdi. Men bu oz yirtilib ketmasa bo'ldi. To'g'ri ketyapmanmi? Qayoqqa? Mana shu yoqqa? Keling, men tarafga ovoz kelayotgan tarafga keling. To'g'rimi? Ha. Keling. Qani. Hali bor, ancha uzoqlarda yuribsiz. Tezroq tezlashing, Diyor qaytyapti o'sha. Diyor qaytyapti. Yo'ldan qochiyman. Qani joy? Baklashka. Baklashka qani? Menimchalik, yonida turibdi, qo'lingiz bilan paypaslang. Topdingiz? Oldinroq, sal oldinroq, teparoq. Aha, topdingiz. Teparoq, ana shunday. Bakalashkani. Ketdik. Aha. Qani? Ichiga kirmadi. Oyinchimay. Ko'zim achishib ketdi.
olib ketdi. Ko'zim achib ketdi. Ko'zingizni ochmang. Yaxshimisiz? Ketdik. Qiz quyib bo'ptimi? Bilasizmi? Hozir nafas o'yindan chiqib ketdi. Nimaga? Nima bo'ldi? U o'zini yomon his qilyapti. Va siz yutdingiz va oxirgi suvni qo'yishingiz mumkin. Aha. Yaxshi ish bo'pti-yu chiqib ketgani. Ha, mana. Yo'q bo'lib qoldi-yu bu. Yaxshimi? G'olib bo'ldim. U g'alaba qozondi va biz tabriklaymiz Diyorbekni. Rahmat. Diyor, ko'zingizni ochishingiz mumkin. Juda qiyin bo'ldi, Shuncha qiyin suvni bo'ldi. to'kib, birinchi 300 ming so'm muborak bo'lsin. Rahmat. Tak. Tabriklaymiz. Va Rozi bo'lasiz endi. sizda Noroziman, rozi. sizda plastik raqamlar bor-a? Birinchi 300 ming so'm muborak bo'lsin. Xafa bo'lmayman, tashlasanglar ham yaxshi bo'ladi. Mana pulimiz o'tdi va biz uchun shartga tayyormiz. Ketdik. Xo'sh, ikkinchi shartda o'zingizni qanaqa his qildingiz? Ikkinchi shartda yaxshi his qildim o'zim. Ancha. Qilsa bo'ladi, bajarsa Qilsa bo'ladi. bo'ladi. Lekin o'limdan boshqa hamma narsani qilsa bo'ladi. Sizda? Men tushunganim ko'rlarga, ko'z ojizlarga juda qiyin ekan. Shu narsani his qildim. Ko'rmasdan turib, Ko'rmasdan turib nimanidir paypaslab topish qiyin. qiyin ekan. Xudoga shukr shanchi. Shunaqa. Qanday motivatsiya bo'ldimi 300 ming so'm? 300 ming so'm arzidi lekin. Arzidi. Endi qaysi Qiyinchilik biringizdir 600 ming so'm olib ketishingiz kerak. Nasib. Nasib. Va uchinchi shart, men sizga aytyapman, yutadigan shart ikkalalaringizga ham faqat harakatlaringizga bog'liq. Men bergan katta paketni oyog'ingizga kiyasiz, ya'ni u xalta shaklida, tasavvur qiling. Va sharlarni yig'asiz. Kim ko'p xaltasiga shar yig'sa, ana shu shartda g'olib bo'ladi. Sharlar yerda turgan bo'ladi. Ha, men sharlarni bir 20 ta sharni tushirib, mana shu yerga yoyib qo'yaman. Paket kiyiladi, ko'zingizga bog'ichni boylaymiz va xaltachadan yurgan holatda sharlarni qidirib topib, xaltachani ichiga solib qo'yaverasiz. Ko'zi ko'rmaydigan kengurusiz. Tayyormisizlar? Tayyormisiz? Biz kutgandik, biz bilgandik. Ketdik unaqada. Boshladik. Mana qahramonlar tayyor va biz shartni boshladik. Qani. Kit, yigiling. O! Yaxshi, bitta bor hisobimizda. Aha. Hop. O'man. Aha. Ye, tushib ketdi. Bormi, yana qoldimi? Aha, bor. Bor. Ana. Ma, bo'pti. Talashing. Berib boraman. Ya, singlim bor aka. O'zimni ham singlim bor. Ket. Qoldimi yana? Aha. Qoldimi? Bor, hali bor. Qayerda? Mana oldingizda. Qani? Bormi, yana qoldimi? Bor. Yoring. Sharlarni yoring. Qo'lingiz tagidagilarni yoring, ichingizdagilarni. Qani? Turibman. Ko'proq joy bo'ladi, ha? Voy. Qani, bormi yana? Bor, hali ko'p. Qani. Bitta yordim, hisoblaysizlar. O'rtada bitta shar qoldi. Yo, meni Ha, qo'lim bu. izlaylar. Oyog'ingiz tagida. Nafas oyog'ingiz tagida turibdi. Shar mana shar. Qani? Mana. Yo, bo'ldi. To'polning.
Opash biz aldayapmiz. 20 ta olganmisiz? Qo'llaridek. Mana. Qo'llaridek ekan. Qara. Mana o'rtada. Voy, yirtilib ketdi. Qo'llaridek ekan bo'ldi. Demak, sharlar tugadi va biz sanashni boshlaymiz. Ko'zimizni ochaylik. Aha, ochamiz. Demak, sharlar sanaymiz. 1 2 3 4 5 5 6 7 Voy! 8 Kun bittami deyman. 9 Ey! 11 12 13 13 Voy, yorgan bittam bilan 14. 14. Qani buni davom? Demak, men bu yerga tushib qolgan boyagi. Demak, 14 ta bo'lsa, men 6 ta yoribman-da bu. Da, shunaqa. Qimmatda shar pishirgan edik. Qo'lingizdagini bering. 6 ta yorgan bo'lsam, bu ikkitasini hisoblaysa 8 ta yoribman. Ey! Omadim kelmadi. Va 3-shartda dadadadam Yana men nafas Seni yutib tabriklayman. oldi. Rahmat, Aziz. Xullas, men nafasga qarab bir og'iz aytaman. Kelin qilsa bo'ladigan, xotin qilsa yaraydigan qizladansiz. Borgan joyidan yulib, uzib, o'zingiz haqqingizni olib qaytar ekansiz. Sizga ham shunaqaroq deyman. Kayfiyat tushirmaymiz. Balki keyingi safar yana uchrasharmiz. Qaysidir shartlarda, qaysidir ko'rsatuvlarda. Men nabarot xursandman seni yutganidan. Aha. Mayli endi. Va biz oxirgi Vo! qismda Vo! o'tkazdik. Tushdi. Mana. Oh, 58:00 dan ham keldi menga hatto. Tushdi. Kayfiyat qanaqa? Dahshat. Xursandmisiz? Zo'r. Kun bo'ladi-ku kayfiyat. Ko'rsatuvimizda qatnashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yutsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yutsa bo'ladi. Harakat qilsa hamma narsa bo'lishi mumkin. Qaysi shartda qiynaldingiz? To'g'risini aytsam, ikkinchi shart qiyin bo'ldi. Aha. Lekin amallasa bo'ladi, eplasa bo'ladi. Sizda-chi, qaysi shart qiyin bo'ldi? Endi ham shu ikkida qiynal. Ikkida Yo'limni qiynaldi. topolmay qoldim. Nima qayerda, kim qayerda? Juda Chunki ikkinchi shart qiyinligi bilasizmi nimada? Nimada? Ikkinchi shart qiyinligi men nimani o'yladim? O'zimdan ham ko'proq bu singlimizni o'yladim. Chunki suvga borib suv olish kerak-ku. Aha. Suv olaman deb shu yiqilib ketsalar, men ko'zim bog'liq-ku. Men qanday bo'lib qutqara olmasdim-da, tushunyapsizmi? Oh, ana. Hali ham ko'rsatuvda hozir tanishdinglar. Ertaga hayotda birga ketmasinglar bo'ldinglar. Karasevda bo'lib ketdi-yu. Aha. Farg'onaga ketarmidingiz? Keladi. Demak ketmas ekan. Hazil qamas hazil. Hammasi hazil. Diyor Farg'onadan, bular esa Toshkent viloyati Olmazordan ekanlar. Xullas, podderishka qilasizlar, ko'rsatuvimizni qo'llab-quvvatlaysizlar va ko'rsatuvimizda qatnashasizlar degan umiddaman. Men qatnashaman, mana meni shijoatim bor, o'lmas, netmasman deganlar, mana menga yozaverasizlar kommentariyada va sizlarga o'xshab ko'rsatuvimga yana taklif qilaman. Xursandman, sog' bo'linglar, charchamanglar.